pastki qavatdan bir xona pul arzonroq uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor 19-kvartalda joylashgan bir xona ikki xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizning asosiy xonasi, o'zining yumshoq mebellari, ovqatlanish uchun stol stullar qoldirib ketilgan, televizorlari, bu yerda shkaflari, konditsioner. Uyimizda kerakli barcha mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Bu yerda esa oshxonamizni o'rnini balkonga ko'chirib, egalar tomonidan yotoqxonaga o'zgartirilgan uyimiz bir xona ikki xonaga o'zgartirilgan. Ko'rib turganinglarda romlar alishgan, panjaralar qo'yilgan. Uyimiz 4 qavatli binoning 1-qavatida joylashgan. Bu yerda esa balkonimiz 1,5 uch bo'lgan balkonda uyimiz egalari tomonidan oshxonaga o'zgartirilgan. Ko'rib turganinglarda orqada огородlari bor uyimizda. Bir xona ikki xonaga o'zgartirilgan uyimizning umumiy maydoni 33 metr kvadratdan iborat. Glavniy eshikdan kirib kelish o'zining razdeniy sanuzollari. Dushovoyimiz, ko'rib turganinglarda kir mashinalar bor va hojatxonamiz bo'ladi. Kafellar terilgan. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 19-kvartal shundoqqina bozorchan yonginasida joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 52.500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.